Zavodning narxidan 1,5 million kamiga respublika bo'yicha viza aql etmaydi hech kimda. Cobalt avtomashinalariga zavod narxidan 1,5 million so'm chegirmamiz. Mana men sizlarga respublika bo'yicha vizov tashlayman, vizovni qabul qilib olinglar. O'zimizning mashinalariga emas, inomarkalarga. Ko'rib turgan T2 inomarkasini naqd 24 oyga o'stan narxida foiz va penyalarsiz o'zingiz nomingizga chiqarib bersam nima deyapti? Undan tashqari naqd pulga 58,5 million so'm tan narxidan chegirma qilib beraman. Jetour X70 inomarkasini naqd 12 oyga o'stan narxida foiz va penyalarsiz o'zingiz nomingizga bo'lib to'lashga chiqarib bersam nima deyapti? Undan tashqari naqd pulga 19,5 million so'm tan narxidan chegirma qilib beraman. Jetour Dashing inomarkasini ham naqd 24 oyga o'stan narxida o'zingiz nomingizga foiz va penyalarsiz chiqarib bersam nima deyapti? Undan tashqari naqd pulga 20 million so'm tan narxidan chegirma qilib beraman. To'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun kommentariyada Jetour T2, Dashing yoki X70 so'zini yozib qoldiring. Menejerlarimiz sizlarga to'liq ma'lumotni berib o'tishadi va bizga obuna bo'lishni unutmang.